Xitoyning Uyg'urlar qaratgan irqiy qirg'inchiligi va insoniyat qarshi jinoyatlari g'arbdagi demokratik ellarning va har qaysi kishilik huquq tashkilotlarining diqqat nuqtasi bo'lib kelmoqda. Uyg'urlar qaratilgan ig'ir bostirishning eng ig'ir ziyonkashligiga uchragan Uyg'ur ayollarining navbatdagi ahvoli Birlashgan Davlatlar Tashkiloti qatorliq xalqaro organlardami muhim temalarning biriga aylanmoqda. 15 mart kuni Hamma uchun adolat tashkiloti Uyg'urlarni qutqizish programmasi bo'yicha yer shari xarakterlik raqobat, Uyg'ur ayollar huquqini qo'g'dovchilar, tajovuzchilik xarakterlik nazorat qilish texnikasi degan temada to'r muhokama yig'ini o'tkazdi. Mazkur yig'inni Birlashgan Davlatlar Tashkiloti ayollar ahvoli komiteti qo'llagan bo'lib, Amerikada turishliq lager shohidlaridan Zumrat Davud, Tursunay Ziyovuddin va Mehrigul Tursun qatorliqlar Xitoy hukumatining lager ichi va sirtidagi nazorat qilish sistemasini paketlar bilan tunishtirdi. Uyg'ur harakati Uyg'ur tadqiqot markazi va Ilhom To'xta institutining mas'ullari Chex Jumhuriyatida ziyorati bo'ldi va siyosiyonlarni Uyg'ur qirg'inchiligiga va majburiy emgakka qarshi konkret tadbir qo'llanishga chaqirdi. Ma'lum bo'lishicha, Uyg'ur harakati Uyg'ur tadqiqot markazi va Ilhom To'xta institutining mas'ullari 2023-yil 15 mart Chexda faoliyat olib borgan. Uyg'ur faoliyatchilari Chex Kengash palatasining muavin raisi J.J. Oberfaliz va Chex parlamentining muavin boshlig'i Olga Reshtorovani o'z ichiga olgan siyosiyonlar bilan ko'rishgan. Yig'in jarayonida Sharq Turkistonda davomlashayotgan irqiy qirg'inchilikqa qarshi turish va Xitoy kompartiyasining mas'uliyatini surishtirishning yo'llari muzokara qilingan. Uyg'ur faoliyatchilari siyosatchilarni harakatga kelib, Uyg'urlar uchun konkret tadbir qo'llanishga chaqirgan. Amerika doiralari 15 mart çarşamba surgundagi Xitoy savdogar Goin-Goyni aldamchilik, qo'ymachilik jinoyati bilan ayblab qo'lga olgan. Amerika Adliya ministerligining deyishicha, Goin-Goy mablag' silib yuqori miqdorda foyda olish va'dasi bilan minglagan agash kuchlilarning 1 milliard dollardan ortiq pulini aldab ilib olgan. U boshqalardan aldab ilib olgan bu pullar bilan hashamatli hayot surgan. 52 yoshli Goin-Goy aksiya, ya'ni paycheka aldamchiligi, elektronlik pul yutkash aldamchiligi va pul yuyishni yoshirish qatorliq 11 xil jinoyat bilan ayblangan bo'lib, adliya tarmoqlari Go'ning 21 banki hisobotiga aldamchilik chetishlik 634 million dollar pulni va bir qism mulklarni musodara qilgan. Amerika hukumati TikTok ipi agar bosh shirkatini almashtirmagan taqdirda uni cheklaydiganligini ogohlantirgan. Bu Amerika hukumati qarmog'idagi chet el mablag' komiteti CTO'sining TikTokga topshirgan ultimatumi bo'lib, TikTok masalasini hal qilishdagi bir burilish nuqtasi bo'lib hisoblanadi ekan. TikTok shirkati yuqoridagi xabarning to'g'riligini dalillagan, ammo berilgan vaqt chekining qanchalikligini oshkorlamagan. TikTok bayonotchisi bo'lsa, bu vaqtdagi bayonotida TikTokni bosh shirkatidan ayirishning davlat bexatarligi masalasini hal qila olmaydiganligini ilgari surgan. Türk Davlatlar Tashkilotining favqulodda boshliqlar yig'ini Prezident Recep Tayyip Erdo'g'anning sohibxonligida boshlandi. Xabar qilinishicha, Ozarbayjon prezidenti Ilhom Aliyev, Qozog'iston prezidenti Qosim To'qayev, Qirg'iziston prezidenti Sadir Japarov, tashkilotning navbatchi raisi O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev bilan birga kuzatuvchi davlatlardan Shimoliy Sipros Turk Jumhuriyatining prezidenti Erisin Tatar, Vengriya bosh ministri Viktor Orban va Turkmanistonning sobiq prezidenti Qurbanguli Bermuhammadov jiddiy ishlar boshqarish va insonparvarlik yordami temiliq bu yig'inga qatnashgan.